Akalar Magic Start to'pini noldan qanaqa qilib ulanishini ko'rib chiqamiz. Ustanovkasini. То есть mana bunda katta shtekida ikkita qizil bo'ladi. Bu ikkita qizilni birlashtirib turib plus 12 voltga berasizlar прямой. Mana bu yoqqa yo'tsa оранжевый. Birinchi положение, microphone положение. Shunga ulasizlar. Mana oqimiz zajgani, tablo yongandiki. Shunga ulanadi. Qizillar. Mana korishniy bo'lsa ventilatorlarniki, ventilator положение. Dvorni shunga ulanadi, pechkalarga. Sariq qolyapti bu yerda. Sarig'imiz satrga chiqib ketadi. Mana ikkinchi shtekirimizni ko'rib chiqsak mana. Bu yerda 3 dona provoda kerak bo'ladi bizga, mana qolgan provodalar kerak emas. Bunda qoramiz постоянный tok, minus, постоянный minus. Oranjiy pedal tormozga ulanadi. Чтобы tormoz bosib yurgizish uchun. Mana yashil nimamiz, ko'kimiz. Ko'k bu akkumulyatorda sveti bo'ladi. Akkumulyator nimani возбуждениyadan kelayotgan generatordan kelayotgan возбужденияga ulanadi bu. Или yog'dachikka ulasa ham bo'laveradi. Shunaqa qilib ulasizlar, bittada zo'r chiqadi. Bittada ishlaydi. Atay tushunmaganlarga mana. Yana instruksiyasini ko'rib bemalol ulasanglar bo'laveradi. Ulayolmaganlar kelaverasizlar, o'zimiz chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Mana shunday qilib